aleyküm. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimi? Yaxshi. Bu sohaga aka qachon kirgansiz? Somsa sohasiga qachondan boshlagansiz? O'zi qiziqish qayerdan paydo bo'lgan aka bu sohaga? Ha, qiziqish endi meni pochcham somsachi edilar. Rahmatli ular o'tib ketdilar. Somsachi edilar u kishi. Mana birinchi shu kishi nima qilganda, somsa qilsang shu sizlar tomonga yaxshi ketadi deb aytgan menga. Bizlar tomon yaxshi edi, odam ko'p edi. Bu yerga 3-raddon bor edi, bozorcha bor edi, odam juda ko'p edi. Davchun dehqonlar kelardi. Qachon ochilgan bu somsaxonangiz? Qachon tashkil etilgan? Somsaxona 2012-yilmi yo 2013-yilmi to'g'ri esimda yo'q. Fevralda boshlaganda bizlar. Hozirgi kunda qanaqa somsalarni ishlab chiqaryapsiz? Hozirgi kunda shu nima hozircha 3 xil somsa qilamiz. Sixchalik somsa qilamiz, kurugli somsa qilamiz, keyin tomchi qilamiz. Tomchimiz pastiani qo'y go'shtidan lekin. Sixchalik ham birinchi boshlaganimizga endi klient keldi, sixchalik qilib berasizmi? Turkiyada sixchalik somsa qiladi deb zakaz kelgan bizlarga. Boshida shu 2012-yilmi, 13-yilmi, 2000 ni 2200 dan qilib bergandik-da. Zakaz qilgandi. Endi bozorga borib shu sixchani oqtarib, 3 ta mayda somsa qilib sixga urib qilib bergandik-da. Keyin undan keyin uje ketdi-da shu sixchalik somsa. Mana hozirgacha sixchalik somsa qilamiz. Keyin pochcham shu aytgandilarki, nima shu klientlarga agar sizlarda malol kelmasa agar aytinglar shu bolaga masalan go'shti qanaqa, piyozi qanaqa, xamiri qanaqa. Uje shundan keyin uje ba'zi masalan 10 kishidan bir kishi kelib, "Sal piyozi katta" deganda, uje sal piyozini nima qilganman? Uje yana bittasi kelib, "Sal ozgina sho'rcha deganda, uje sal tuzini kamaytirganman." Shunday qilib uje klientlarning og'zidan uje olib hozirgacha mana somsamiz uje bir xil bo'lganda. Farhod aka, bizada klientlar uchun uzoqdagi, yaqindagi mana somsaxonaga yaqindagi klientlar uchun qanaqa qulayliklar bor somsaxonaga? Qulayliklari masalan mana joy qilib qo'yganmizlar, masalan 50 kishiga mo'ljallangan joyimiz bor-da. Keyin dastavka qilishimiz ham mumkin. Dastavka ham qilamiz. Kiba agar Farhod samsacho darkor bo'lsa agar bemalol nomerda telefonkada Farhod somsada murojaat qilib mumkin.